Munisa Rizayeva bugun raqqosalar nafratiga uchradi. Munisa Rizayevaning yangi Bevafo klipi kutilmaganda raqqosalarning qattiq qarshiligiga uchradi. Men bu narsaga qo'l urmayman, lekin bu bizning kasbimiz tomonidan bo'lgani uchun, ya'ni kamsitilish, ikkinchi sort deb qarash, ikkinchi sortsan desanga bo'laveradi deganimiz. Bu bizga sha'nimizga tegdi. Ayrim raqqosalar va san'at vakillari klipdagi ayrim sahnalar ularning kasbini kamsituvchi mazmunda talqin qilinishi mumkinligini ta'kidlashdi. Bunaqa fikrda bo'lishlarini qachon tushunib yetishadi? Bizning mehnatimiz halolligini, biz davlat uchun, biz xalq uchun xizmat qilishimizni norozilik bildirishdi. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Agar klipni boshidan oxirigacha diqqat bilan ko'rsangiz, salbiy obraz raqqosa emas qizlar. Ushbu holat bo'yicha klipdan so'ng Munisa Rizayeva ham o'z fikrini bildirib o'tdi. Kibri va insonlarga nisbatan adolatsiz munosabatini ko'rsatish uchun berilgan obraz. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ba'zi insonlar bu sahnada o'z kasbiga nisbatan hurmatsizlikni ko'rganidan afsusdaman. Lekin juda muhim bir narsani aytmoqchiman. Bu hikoyaning asl ma'nosi umuman bunday emas edi. Agar klipni boshidan oxirigacha diqqat bilan ko'rsangiz, salbiy obraz raqqosa emas qizlar, balki uni aldab, xiyonat qilib, tashlab ketgan inson ekanini tushunasiz. Finaldagi so'zlar esa klip mualliflarining fikri emas. Bu aynan o'sha qahramonning shafqatsizligi, kibri va insonlarga nisbatan adolatsiz munosabatini ko'rsatish uchun berilgan obraz. Men bugun Munisa Rizayeva va oxirgi klipiga klipmekerlik qilganmi yoki rejissyorlik qilgan insonga nisbatan bir fikrimni, tanqidiy fikrimni bildirmoqchiman. Raqqosaman. Kim ham menga uylanardi deb yurarmidi? Senga hech kim uylanmasdi. Akam esa qarshi emas. Baxtli bo'linglar. Aytmoqchiman, hech qachon men bu narsaga qo'l urmayman, lekin bu bizning kasbimiz tomonidan bo'lgani uchun, ya'ni kamsitilish, ikkinchi sort deb qarash ko'rinishida ko'rsatilayotgan bo'lgani uchun buni gapirmasdan o'tib keta olmayman. Chunki juda ham ko'p menga SMSlar keldi, videolarni yuborishgan menga hammasi kimdir bu narsani to'g'ri tushuntirishga yoki bo'lmasam olib chiqish kerak va biz mana shu kasb orqali alhamdulillah 27 yoshda bo'lsam ham turmushga chiqdim. Har qanaqa bayram tadbirlari, aynan O'zbekiston nomini ko'tarish uchun bo'lgan har xil tadbirlarni hammasini o'zagi bizning nima deydi, madaniyatimiz, milliy raqslarimiz, ashulalarimiz bilan dunyo bizani tan oladi. Shunga biz hissamizni qo'shamiz, ter to'kamiz. Salkam 12 yil o'zim o'qiganman, xoreografiya bilimi institut magistraturasida. Keyin oxirida mana shunaqa qilsam, ikkinchi sortsan desanga bo'laveradi deganimiz. Bu bizga sha'nimizga tegdi. Men misol uchun bu narsani yengish uchun men qanchalik anaqa qilganman. Mana shu raqqosa bo'lganim uchun hurmatga sazovor bo'ldim. Shu raqqosa bo'lganim uchun ham bu yo'nalishni rivojlantirishga hozir hissas qildim. Hamma atrofimizdagi eng zo'r raqqosalarimiz hammasi turmushga chiqqan, juda ham farosatli, shunaqa bilimli, hamma narsaga ulguradi. Tashqi ko'rinishiga ham, farzandlariga ham energiyasi to'la. Undan tashqari butun atrofidagi insonlarga sog'liqni ham berayotgan, targ'ib qilayotgan aynan shu raqqosalar emasmi? Bo'ldi endi ayollarimiz ham hamma tafakkurni nima qilishdi, xudoga shukr, endi yelkamizga shamol terayotgan paytda o'zimizni ichimizdan kimdir bu narsani qilish, o'ylaymanki, na shaxsiyatimizga, na bizning kasbimizga nisbatan qilishga haqqi yo'q deb o'ylayman. Chunki bu kimnidir ayblash emas, bu shunchaki berilayotgan fikrning targ'ibotida ketyapti. Buni insonlar, mana tirik misol, bitta qizimiz o'tirganda qaynonasidan mana shu klipni ko'rgandan keyin uyalib ketdim. Ustoziga telefon qilib yig'lab gapirib beribdi-da. Bu kamsitilish emasmi? Uning klip bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar bu narsani qilish menimcha to'g'ri emas. Maksimal biz raqqosalar birlashtirib bu narsani shunday qoldirmaslikka harakat qilamiz. O'zi shundoq qanchadan qancha raqqosalarimizga mana shu sabab vaqtiga aniq qilgan. Boshqa kasb egalarida yo'qmi? Bor. Любой kasbda bor. Любой kasbda turmushga chiqa olmagan qizlar bor. Любой kasbda mana shu aytgan narsalar hammasi bor. To'g'risi bizlarga ko'z ko'rib qolgan. Lekin bu degani har bitta klipdanmi yoki bu haqida gapirish kerak ekan emas. Yetib boradi. Mana shu video kimga yetib borsa, yetib borsin. Biz mana shuni oxirigacha bormaguncha qo'ymaymiz, chunki bu narsa o'tgan safar ham podkastlarda chiqqanda bu narsani biz yoritib chiqardik. Oxirigacha boramiz va bu to'g'ri yechimini, diplomatik yechimini topishi kerak deb o'ylayman. Sog' bo'lasizlar. Kechagi video murojaatimdan keyin juda ham ko'pchilik yaxshi fikr qoldirishdi. U fikrlarni o'qib, bizani hali san'atga bo'lgan umidimiz o'lmaganini tushunib yetdim. Bizani hali qo'llab-quvvatlaydiganlar bor, bizani tushunadigan, хотя бы развиваться bo'lgan odamlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Men xohlamayman bunaqani o'zbek raqsimiz haqida bunaqa fikrda bo'lishlarini qachon tushunib yetishadi? Bizani mehnatimiz halolligini, biz davlat uchun, biz xalq uchun xizmat qilishimizni. Nima o'zi sizlarning kasbli odamlarga nima beradi deyshadi. Hozirgi kunda turizm rivojlanmoqda. Biz nechta davlatlarga borib, mana shu O'zbekiston bilan hamdo'stlikni birga rivojlantiryapmiz. San'atimizni ko'rib shunaqa xursand bo'lishyapti. Ansambl 50 tadan oshiq davlatga borib xizmat qilib keldi. O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib keldi. Sport turidan keyingi turadigan san'at turlaridan biri deb desam men adashmayman. Raqqosaning joyi bu sahnada. Professional raqqosa har doim sahnada o'ynaydi. O'yinchi bu to'ylarda stollarning oldiga borib pul teradigan,
ko'plarda yomon ishlar qiladigan betarbiyalarni aytiladi unaqa deb. Raqqosa bilan o'yinchini farqiga juda ham ko'pchilik bormaydi. Ortidagi jarayonlar bitta tadbirga biz 1-2 kun qolganda emas, bir oylab kerak bo'lsa 2 oylab tayyorlanamiz. Shunaqa mustaqillik tadbirlarida kechgacha qolib tayyorlanamiz. Kechqurun soat 10 mi, 11 mi. Bu narsani oddiy xalq tushunmaydi, bu narsani oddiy xalq bilmaydi. O'ylashadi, ha bir-biriga qarab o'ynaydi, bir-birini orqasidan raqs qaytaradi deb o'ylashadi. Yo'q, Navro'z bayramlarida quyoshlarda yuzlarimizni to'sib, ochkilan taqib, kerak bo'lsa 40 gradusmi, 45 gradusmi biz xalqqa xizmat qilish uchun bo'lmay ishlaymiz, ter to'kamiz, mehnat qilamiz. Qachongacha bizani xalq raqs haqida yomon fikrda yuradi. Kimdir axir gapirib chiqish kerak, kimdir aytish kerak. Shu raqs bu haqiqiy kasb, haqiqiy mehnat, uni mehnat halolligini biz aynan Munisa Rizayevaga unaqa gap aytilgani yo'q edi. O'ta klip maker, o'ta ssenarist, rejissyor kim shu klipga shu ssenariy bergan bo'lsa, o'sha chiqib javob bersin deb talab qilinyapti. Chunki biz ham haqlimiz u narsani talab qilgani. Raqsga bolachalarni beradigan nechta ota-onalar bor? Nechta bolachalar raqsga boradi? Nechta bolachalar asankalarni to'g'rilaydi? Bolachalarni oyoq qiyshiq. Mana shu raqs tuzatadi hammasini. Uni fakturalarni o'zini tutishi, madaniyat hammasi raqs orqali kirib keladi. Men bu narsaga 100% uvereni bo'lib aytaman. Aytayotganlar dunyo ham tan olmaydi. Qanaqasiga dunyo tan olmaydi? Sizlar bilmaysizlar, biz chet elga borganimizda bizani qanaqa e'zozlashni, qanaqa hurmat qilishni, hattoki bizlardan master klass so'rashadi. Biz o'zbek raqsiga qiynalamiz, sizlarning stilinglar boshqa, biz sizlarga o'ynaymiz. Sizlar o'zbek xalqi, umuman o'zbek xalqi, o'zbek raqqosalar sizlarning qo'ylardan hamma narsa keladi deb aytishadi. Sizlar любой stilda, любой raqs o'ynab keta olasizlar, lekin o'zbek raqsi stili boshqa, biz unaqa o'ynaymiz deb aytishadi. Qanaqasiga bizani tan olmaydi dunyo? Hatto ular o'zlari so'rashadi bizdan raqs o'rgatishimizni. Qobig'ida o'tirsak hech qachon bizning san'atimiz rivojlanmaydi. O'zbek xalqi nabrot bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman.